Shu bolani ancha kundan beri kuzatyapman. Mana shu yerda mashinalarni yuvadi. Bu bolaning sharoiti shunchalik og'irmikin yoki uydagilari ishlashga majbur qilarmikin degan o'y bilan bugun ortidan kuzatib mahallasiga bordim. Borib mahallasidagilardan surishtirsam, haqiqatdan sharoiti og'ir ekan. Onasi jigar sirrozi, buvisi esa saraton kasalligiga chalingan ekan. Dadasi yoshligida tashlab ketgan va oilada erkak kishi yo'q deb aytishdi. Bu bola va uning akasi uyda ishlay oladigan odamlar ekan. Shunda mahalladagi ayol ularni uyini ko'rsatib yubordi. O'zimni atagan ehsonim bor edi, ammo oila uchun bu pul yetmas ekan. Onasini davolatish uchun 30 ming AQSh dollaridan ko'proq mablag' ketar. Hozirda oila ijarada yashashligi, ijaradagi ayol ularni chiqib ketishini so'rayotganini aytishdi. Kechga nima ovqat qilasizlar desam, indamay jim bo'lib qolib, xola asta-sekin yig'lab yubordi. Tanavul qilgani hech vaqolari yo'qligini ko'rib, o'zim ham ezilib ketdim. Rostdan ham ehson qilishga arzigulik oila ekan. Oila a'zolari shu kungacha ko'p qiyinchiliklarni ko'rishganini tortinib aytib berishdi. Qadrli yurtdoshlarim, ishonaman ichingizda ehson qiluvchi, qo'li ochiq, saxiy insonlar ko'p. Keling, birlashib shu oilaning quvonchiga hissa qo'shaylik. Ehson qilishni xohlaganlar uchun karta raqam qoldiramiz. Kelib oilaning ahvoli bilan shaxsan tanishmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimiz orqali barcha ma'lumotlarni sizga berib boramiz.